Assalomu alaykum. Word dasturida yaratilgan hujjatni kitobcha qilib chiqarishda ko'pchilik muammolarga duch keladi. Va bunday holatlarda eng yaxshi varianti Wordda yaratilgan hujjatni PDF faylga aylantirib olish kerak. Buning uchun fayl menyusiga kirib, saqlanib как buyruğini tanlaymiz va saqlash uchun joy ko'rsatamiz va tip faylga kirib PDF tanlaymiz. Saqlanib tugmasini bosamiz. Demak, faylimiz PDF holatiga aylantirildi. Buni bitamizda saqlagan joyimizda mana PDF holati paydo bo'ldi. PDF faylni endi kitobcha shaklda chiqarishimiz juda qulay bo'ladi. Reader dasturida ochib oldik mana PDF holatini. Endi buni kitobcha qilib chiqarish uchun Ctrl P pechat buyrug'ini tanlaymiz. Tanlaganimizda bu yerda obrazkani o'chirib qo'yamiz. Broshurani tanlaymiz. Diapazon broshuridan только лицевая stranani tanlaymiz. Pechat tugmasini bossak, birinchi tomonini chiqarib beradi. Ikkinchi tomonini chiqarish uchun обратном порядке klick qilamiz va diapazon broshuraga kirib turib, только тыльная stranani tanlab qo'yamiz. Ikkinchi tomonni ham shunday qilib pechat qilishimiz mumkin. Salomat bo'ling.